Assalomu alaykum qadrdonlar, yana bir marta. Demak, e'tiboringizni yana Umidjon Jo'ra qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun rahmat. Izohlarni albatta o'qib boryapman. Aytgancha obuna bo'lishni unutib qo'yyapsiz. Obuna bo'lishni unutmang. Bugun Eron va AQSh o'rtasidagi urushni ko'rib chiqamiz. Bu yerda diniy qarashlar, qardoshlik tushunchalari, qo'shnichilikni bir chetga surib qo'yamiz. Sovuq kalla bilan deydi-yu, sof aql bilan o'ylashga harakat qilamiz. Albatta biz bolalar o'limiga yoki urushlarga qarshimiz, lekin tushunishimiz kerak. Yillar davomida Eron va Rossiya o'rtasidagi ish oldi berilishi natijasida O'zbekistonga o'xshagan nima deydi, yaqinda mustaqil bo'lgan deylik, mustaqillikning dastlabki davrlarida O'zbekiston kabi esingi davlatlarning ko'plari dunyo logistikasidan uzilib qoldi. Bunda asosan Rossiya portlari orqali energiya almashmalari yoki import-eksport mahsulotlarini deylik, ko'plab sitrus mevalarini hatto biz o'sha Peterburg portlaridan olib kelar edik. O'zbekiston bugun deylik Eronning AQSh bilan urushi natijasida yangi yo'llarni ochishi mumkin bo'lyapti. Qanday? Bilasiz, Tramp koridori deyishdi. Bu yerda Zangezur koridori deb nomlanadigan yo'l ochilish ehtimoli oshib ketdi. Bu bizga nima beradi? Bu bizga to'g'ridan to'g'ri Turkiya orqali yoki o'sha qardosh Kavkaz davlatlari orqali Yevropaga o'z mahsulotlarimizni ancha arzonga chiqarish imkoniyatlarini beradi. Afsusda bo'lsinki, urush tufayli bu hozir biroz imkonsiz bo'lishi mumkin, lekin urushdan oldin ham Eron Zangezur koridori va bizni Kaspiy orqali bog'lab turuvchi bo'lgan turkiy davlatlar va Yevropa yo'llarida Rossiya bilan birgalikda zimdan, ba'zida ochiqchasiga qarshilik ko'rsatib kelgan. Bu bilan men Amerika Eronga urush ochib to'g'ri ish qildi, bizga zo'r bo'ldi demoqchi emasman. Lekin bu yerdan biz o'z davlatchiligimiz manfaatlarini ola olishimiz mumkin. Shuni unutmasligimiz kerak. Hatto Eronning urush bilan chalg'ib deylik Tojikistonga Rossiya orqali, bilasiz, Rossiyaning Tojikistonda bazalari bor, ta'sir ustayganini shundan ko'rishimiz mumkinki, mana o'tgan kunlarda Tojikistonning rahbari o'zi jonli bayonot berdi. Ya'ni endi o'zbek millati bilan uchrashganda, Tojikistonda ham ko'proq o'zbeklar uchraydi. Biz o'zbek maktablarini Tojikistonda ko'paytirishimiz kerak degan bayonotni berdi. Bilasiz, 250 dan ortiq maktab O'zbekistonda ishlab turgan. Bizda hech millat ajratish bo'lmagan. Afsuski, oxirgi yillarda Tojikistonda bu narsa kuchayib borayotgan edi. Demak, biz uchun yaxshilikka ishlagan yana bir ta'sirini ko'rishimiz mumkin. Keyingi lavhada biz Rossiya-Ukraina urushining O'zbekiston manfaatlariga qanday yaxshiliklar keltirayotganini ko'rib chiqishimiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Rahmat.